Kele. Cıqıra xegen. Ömer, ben azırak süt çiğ olay degen. Özün seğib al. Men bayğı otun yerip əgil barım ha. Yegine. Sen birden durup dur. Vay can. Qo'zichoq anasini emidi ekan. Mening anamchi. Bo'ldi, taqay bo'ldi. O'zing o'ynagin, menga chiqilma. Bo'ldi, qil taqiyim. Mening kayfim taz yaxshi emas. O'zing o'ynagin. Bo'lamdi? Kayfiyatim yaxshi emas. O'zingiz o'ynang. Nasriddin akamning ko'ngli yerimkan, biz qanday qilsak bo'la? Nasriddin aka, men yangidan usul o'rgandim, qarang. Yaxshi o'ynadimmi? Bo'ldi, meni tushirib. Taqay, yaxshi qilding. Yura, biz ilangish o'yna qilib boraylik. Bo'ladi. Bayğocam, sizlarga otun əkeldim. Bu bilezik kimnindir? Ha? Bo'ldi, ip qaşmag'in. Turdi, nima ish qilyapsan? Men onamning bilezigini yo'qotib qo'ydim. Ha? Xo'roz ip qaçdi. Xo'roz, sen qayerda? Ha? Xo'rozim, bilezikni menga bergin. Xo'rozim, bu bak qimmat bilezik menga ber. Ha? Tutib oldim seni. Oppa xo'rozim, bu bak qimmat bilezik. O'ynaydigan narsa emas. Bilezik qani, u qani? Ha? Bilezikni tushirvat. Tez bo'l. Ha? Xo'rozim, chatoqning cho'ni terdi. Sen ketib tur. Ish haqingni kelar oyda beraman. Bo'lmaydi. Men sizlarga o'tin terib berayotgan 2 oy bo'ldi. Bir tiyimi bermadilar. Endi 2 oy bo'lsa, ish haqingni ilishga oldirib ketdingmi? Sizlar ilgirmi oymay beraman degan edilar. 2 oy so'zilib ketdi. Bo'ldi. Bir oylikni berib turay. Dada. Ha? Chatoq bo'ldi. Oy, appa kuzum aldırma. Asta sözle. Anamning bilezigi quduqqa tushib ketdi. Yana bir degina. Anamning bilezigi quduqqa tushib ketdi. Aycan, buni herkes bilib qolmasin. Oğlum, qattiq tushmagansa. Neymiş nimenden yuşur atıdılar? Chiroyli xotinim. Neymiş qillar deyman? Hiç.
Xursallıq qımısıla. Mening to'yliq bilezigimni nega yo'qotdilar? Ana, men... Qozam, xotirasi men ehtiyotsizlikdan bilagizlikni quduq tushirib O'lgur! Ana, men tushirvatdi. Xotin meni xato qildi men. Tez berib bilezikni suzib kelsilar. Bo'lmasa sizlarni uyga kirgizmayman. Qutulma. Boyğocam, mening ish haqqim. Beshimning ketib turganligini ko'payotamsan. Menga chiqa. Sizlar yo'lsizlik qilmisizlar. Yo'lsizlik qilman qandoq? Voyjan! Endi kelguchi bo'lma. Terikib o'layli dedim. Yaxshi. Ha, yaxshi. Hey, Ehtiyot qil Gulnar. hey. Oma qozon. Chiroyli qizim. Ehtiyot qilgin, ha? Birdam aramag'in. Nasriddin, Gulnar tez kelinglar, tepkish o'ynaymiz. Ma'qul. Hay. Hey. Hey. Hay. Hay. Hey. Hay. Nasriddin, bu yoqqa kel, tepkishni tang o'ynayli. Nasriddin aka, bu yoqqa kelgina. Tez tipa. Tez. Nasirdir, yaqindan beri sening kulkangni ağlamadım-ku. Qadir mollam. Men anamni seg'indim. Boshqalarning hammasini onasi bor ekan. Men anamni bekmi seg'inib ketdim. Oğlum, sirtqa chiqib oylinib kir. O'zing xohlagan ishlarni qilgin. Shundala xushal bo'la olaysan. Acayip direktördü. O numarsız bay. Acayip direktördü. Voyjan! Ömer, ajab achchig'im yomon-ku. Ömer. Ömer. İçimden pişirmagana. Ömer. Ömer, sana nima bo'ldi? Boyğocam ish haqimni bermayapti. Qandaq ish bu? Menga bir dapaqana. Men boyğocamga o'tin yerib berdigan. Bir oyda bir tangiga deyishgan. 2 oy bo'ldi. Menga bir tiyinmi bermadi. Uni izlab borsam meni qo'g'lab chiqarib etdi. Ajabmi direktordi. Yura Ömer, menga agishma. Nima qilib bor emas? Albatta, Timur Xo'rozning tukuni yo'nlishib bergilida. Mağay. Yaxshi bo'ldi. Nasrda menga yordamlashgan bo'ldi.